Sizni ayolingiz erkak do'st bilan muloqot qilsa, siz bunga qanaqa qaraysiz? O'g'il bola bilan qiz bola bir-biriga qiyomatli do'st bo'la oladimi? Qiyomatli bo'lmasa ham do'st bo'la oladimi? Qiyomatli do'st ham bo'ladi deb o'ylayman. Bu er-xotin munosabatida emas, oddiy do'stlik munosabatida ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Qarang, misol sizni do'stingiz turmushga chiqdi, undan keyin voqea qanaqa bo'ladi? Do'stlikni o'zini chegarasi bo'lishi kerak, oilani ham o'zini chegarasi bo'lishi kerak va o'zini chegaralarini tushuntirib bera olsa, u do'stlik hech qachon o'zgarmaydi deb o'ylayman. Qarang, sizni ayolingiz erkak do'st bilan muloqot qilsa, siz bunga qanaqa qaraysiz? Qanaqa bo'lishiga bog'liq. Masalan, faqat ish yuzasidan bo'ladigan bo'lsa, to'g'risini aytsam, aytgan gapimga o'zim reaksiya qila olmayman bu narsalar to'g'risi. Mana qarang, hozir siz do'st bo'lishingiz mumkin-ku ayol kishiga, lekin o'zingizni ayolingizni qizg'anyapsiz. Men o'zimga ishona olaman, boshqasiga qaramasligimga, lekin boshqasiga menikiga qarashligiga ishonmayman, to'g'risi qarab olishi mumkin. Nima desa, hamma erkak ham bir xil emas, hamma ayol ham bir xil emas degan narsani bilaman-da.